Dugonlaringiz bir qo'pol narsa ko'rmagan ayollar ekan. Oyim qilgan idishlarni qanchasini sindirib uchini o'chirishgan, qarang. O'zlarini pullari ketmaganda, "Yo, oyijon, siz ham shuncha idish turib, meni idishlarimni ishlatgansiz." Qizim, ishlatilgan bo'lsa bu narsa-ku. Shu siz meni idishlarimga tegmay, shu yetadi. Qizim, sal og'irroq bo'ling. Idish ekan-ku, singan bo'lsa pulini beraman, mayli. Bularni har bittasini oyim ataylab Dubaydan olib kelganlar. Siz bunaqa narsalarni qayerdan ham bilardingiz? Sen hozir oyimga shunaqa o'shqirib gapirdingmi? Tushunmadim, ha? Bo'la. Nima muomala bu? Sizni tilingiz chiqib qolibdimi? Sizni ham mana bunaqa gapirishga umuman haqqingiz yo'q, tushundingizmi? Dadam olib bergan maoshlaringiz sizdan chiqib qoldimi? Hay, bo'la. Qizim, sal og'irroq bo'ling. Siz umuman aralashmang, oyijon. O'zi mana shu idishlarni hamchi tegmaganingizda mana shuncha gap yo'q edi. Hammasi sizda bo'ldi o'zi aslida. Onamga gapirgan tilingni sug'urib olaymi hozir? Bo'la, nega? Hay, to'xta.